Musulmon davlatlari o'rtasida iqtisodiyoti ikkinchi, NATOda armiyasi ikkinchi o'rinda. Ikkita qit'ada joylashgan yagona megapolis shahar va Yevropa ittifoqiga qo'shilish fikridan qaytib, Turkiy davlatlar tashkilotini asos soluvchilardan biri Turkiya. Hozirgi Erdogan imperiyasi qudrati zaiflashyaptimi? O'tmishga qisqacha qaytsak, 1923-yil Usmoniylar imperiyasi mavjudligini yo'qotdi. Uning o'rnida yangi davlat Turkiya Respublikasi tashkil etildi. Bu davlatga general Mustafa Kemal, o'zbekchada Mustafa Kamol rahbarlik qildi va u Otaturk, ya'ni turklar otasi unvonini oldi. Yangi davlatning asosiy g'oyalari Kemalizm deb ataldi va uning 6 ta prinsiplari, ya'ni tamoyillari bular: respublika, milliy birlik, dindan ajratilgan davlat va boshqa tamoyillar Otaturkning partiyasi gerbida aks ettirilgan. U 15 yil davlatni boshqardi. Bu muddatda zavodlar, temir yo'llar va telekommunikatsiya tizimlari qurildi. Turkiya ramzi Aya Sofiya masjiddan muzeyga aylantirildi va siyosatga armiya ta'siri juda katta bo'lib qoldi. Hozirgi davlat rahbari Erdogan esa 20 yildan beri davlatni boshqarib kelmoqda. 2020-yil Aya Sofiya muzeydan qaytib masjid bo'ldi. Musulmonlar uchun namoz paytlari binoga kirish bepul. Umuman olganda Erdogan siyosati musulmonlar manfaatini himoya qiladi. U Yevropa ittifoqiga qo'shilish xohishidan va harakatidan qaytib, Turkiy davlatlar tashkilotida boshqa ishtirokchilar bilan foydali bitimlar imzolamoqda. Masalan, tashkilotda davlatlararo savdo o'syapti va transport aloqalari rivojlanyapti. Turkiyaning iqtisodiyoti juda katta o'sish ko'rmoqda. Buni sabablari ko'p. Masalan, turizm, harbiy qurol-yarog' sotish, kiyim-kechak eksporti, katta daromad olib keladigan dengiz portlari, Turkiya aviakompaniyasi, mashinalar eksporti. Bundan tashqari, Erdogan imperiyasida boshqa davlatlarga investitsiyani ham ayashmaydi. Yurtimizdagi Tashkent City qurilishida turk arxitektori va investorlarning ham qo'li bor. Nimaga unda video boshida Erdogan imperiyasi zaiflashmoqda deb aytib o'tdim? Sababi faqat sizni ushbu videoga qiziqtirish emas. Martda Istanbul ko'chalaridan birini aylanib yurganimda ushbu hodisa sodir bo'ldi. Boshqa kunlar ham ko'p ko'chalarda mitingchilarga duch kelish hech gap emasdi va har xil manbalar xabar berishicha, mitinglarning pik paytida bir vaqtning o'zida 200 mingdan 1 milliongacha odam ishtirok etgan. Xo'sh, shuncha odam nimaga ko'chaga chiqishdi? Ekram Imamog'lu Istanbul shahar hokimi bo'lgan, keyinchalik hibsga olingan siyosatchi. Imamog'lu partiyasi ramziga bir qarang. Ha, bu partiyani Kamol Otaturkning o'zi tashkil qilgan. Imamog'lu Otaturkning tamoyillariga sodiq qoladi. Imamog'lu Istanbul hokimi bo'lgan paytlarda bolali onalar uchun jamoat transporti bepul qilindi. Istanbul tarixida birinchi marta boshqa shahardan kelgan talabalar turargohlarini taklif qildi. So'nggi 5 yilda Istanbulda 62 ta metro bekati ochildi. Imamog'lu va uning partiyasi reytinglari ko'tarilib bordi va u bo'lajak prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida ko'rsatildi. Ammo u poraxo'rlik va Turkiyada terroristik deb hisoblanadigan partiya bilan aloqada bo'lganlik ayblovi bilan hibsga olindi. Istanbulda esa 100 minglab odamlar ko'chalarga chiqib, hokimlarini ozod qilishini talab qilishdi. Hozirgi kunga kelib, Turkiyada, xususan Istanbulda hayot odatdagidek davom etmoqda. Turizm, iqtisodiyot va transport tizimi ishlamoqda, ammo siyosiy muammolar aholi orasida hanuz qizg'in muhokama qilinmoqda. Videoni esa siz uchun Nurislom Asadov tayyorladi. Video yoqqan bo'lsa, like ni va podpisatsiyani ayamang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.